Assalomu alaykum Gold Mebel kuzatuvchilari, ham podpischilari, hop mebel ishqibozlari. Sizlarga bugun tayyorlangan Monika Cobra fasonida tayyorlangan ishimizni video obzorini qilib o'tamiz. Bu kabligimizni shu YouTubedan zakaz qildi bizga. Farg'ona viloyati Rishton tumaniga keldi hozir. Shu klientimizning xonadonidan video obzor qilyapmiz hozir. Hop bu komplegimizga keladigan bo'lsak, bu komplegimiz Monika fason, Cobra fason, Monika gul. Hop bu komplegimiz 18 talik qilib tayyorlab berdik. Stolning razmeri 1.20 ga 3.66, stol 10 taxta bo'ladi. Stol MDFdan bo'lgan. Stullar egiladigan bo'lsak, stoli 100% yong'oqda bo'lgan. Hop spinkasiga 3 cm-likdan 1 qavat qilib, chesterlik qilib berganmiz. Sidinasiga 3 cm, 3 qavat 9 cm qilib berganmiz. Materiali sidinasiniki turetskiy, spinkasiniki Xitoy attachmentov materialdan qilingan. Orqasini pardali broshkali qilib tayyorlab berdik. Stulini rangi shampan bilan gold aralashmasini keldik qilib chiqarib berganmiz. Keyin to'g'riga qarab. Hop, bu komplegimiz narxiga keladigan bo'lsak, bu komplegimiz narxi dastlabki ichida 9 million so'mga yetib keldi bu xonadonga. Hop, sizlarga ham shunaqa mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, shu pastdagi nomerlarga bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Xudo xolisa qilib tayyorlab beramiz. E'tiborlar uchun rahmat.